men qaydaman, juda ko'pchilik aytmasin bilan ham bildi. Men Samarqanddaman. Muhammad ibn Ismoil xalq tilida Imom al-Buxoriy nomi bilan mashhur, ma'lum va mashhur bo'lgan, butun dunyoga, butun jahonga mashhur bo'lgan tabarruk zotni ziyoratgohidamiz. Albatta biz mana shunday mahobatlarga, mana shunday mahoratlarga, naqshinkor binolarga qo'l qolamiz, lekin mana shu mahobatni, mohiyatini qay darajada bilishimizni o'zimiz bilmaymiz. Ba'zilarimiz faqatgina ziyoratga borganda do'konga kirib, men al-Buxoriyning yurtidanman deb qaysi bir matohni arzonroq olishga harakat qilamiz, lekin al-Buxoriy bobomizni birorta hadisini yoddan bilmaymiz. Vaholanki bobomiz 11 yoshlarida 70 mingta hadisni yod olishgan, 16 yoshlarida Qur'onni yod olishgan degan aniq ma'lumotlar bor va 18 yoshlarida birinchi kitoblari sahobalar va tobeiylar kitobini 18 yoshlarida yozishgan ekan. Mana biz 60 ga yaqinlashyapmiz, birorta hadisini tuzuqur bilmaymiz, lekin afsuski ko'pchiligimiz nomsotarlik qilamiz boshqa joyga chiqqanda. Men istardimki, o'zim istardimki, mana shunday ulug' insonni mehnati nimada ekanligini, nima uchun biz uni ulug'lashimiz kerakligini, nima uchun mana shunday bir tinmay ziyorat qilib uni duo qilishimiz kerakligini, mohiyatini tushunishimizga harakat qilishimiz kerakligini aytmoqchi edim. Milliondan oshiq hadis aytuvchilar bilan suhbatda bo'lgan umrlarim bo'lgan. Milliondan oshiq. O'zlari 100 mingga yaqin hadisni yod olishgan va 200 mingdan oshiq hadisni sahih emasligini isbotlashgan va pirovardida natijada shuncha hadis o'rganib 7397 tagina hadisni jamlashgan va u nomini o'sha sahih hadislar, ya'ni ishonchli hadislar deb nomlab kitobni chop etishgan. Bundan tashqari o'nlab ilmiy asarlari mavjud. Hatto o'zlarini o'sha asarlari aytaylik Berlinda, Yevropada saqlanadigan qo'lyozma kitoblari ham borligi haqida ma'lumotlar bor. Nima demoqchiman? Bobomiz kim? Siz bilasizmi? Men bilmayman.